20 sentyabrdan boshlab barcha pensionerlar tekshiriladi degan xabarni eshitgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni beparvo qoldirmang. Chunki bunday tekshiruv nafaqat pensiya olayotgan odamning o'ziga, balki uning farzandlari, qarindoshlari, vasiylari va pulini ishonchnoma orqali olib berayotgan tanishlariga ham tegishli bo'lishi mumkin. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda vahima qilmasdan, lekin juda jiddiy yondashib tushuntirib beraman. Qaysi pensionerlar tekshiruvdan xavotir olish kerak? Kimlarda muammo chiqmaydi? Qanday hujjatlar tayyor bo'lishi zarur? Pensiya to'xtab qolmasligi uchun nima qilish kerak? Hammasini birma-bir aytaman. Videoni hozirroq yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa oilangizda pensioner bo'lsa, bu juda muhim. Kanalga obuna bo'lib qo'ying va like bosishni unutmang. Chunki men shunday amaliy odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qiladigan muhim ma'lumotlarni tushunarli qilib yetkazib boraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar pensiyasini odatda belgilangan tartibda bank kartasi orqali, pochta orqali yoki ishonchnoma asosida boshqa odam orqali olib kelishardi. Ayrim hollarda odamning yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham, hujjatlar vaqtida yangilanmagan. Ba'zi pensionerlar boshqa viloyatga ko'chib ketgan, lekin eski manzil bo'yicha ro'yxatda qolgan. Kimdir chet elga ketgan, lekin pensiya masalasi bo'yicha tegishli idoraga vaqtida xabar bermagan. Yana bir holat bor. Pensioner vafot etgan, lekin ma'lumot kechikib tushgani sababli pensiya to'lovi bir muddat davom etgan bo'lishi mumkin. Mana shunday vaziyatlar davlat tizimida aniqlik kiritishni talab qiladi. Endi nima o'zgaryapti? 20 sentyabrdan keyingi tekshiruv deganda men buni pensionerlarni jazolash yoki hammaning pensiyasini to'xtatish deb tushunmaslik kerakligini alohida aytaman. Asosiy maqsad pensiya haqiqatan ham huquqi bor odamga to'lanayotganini, pensioner tirikligini, yashash manzili, shaxsiy ma'lumotlari, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi asoslar to'g'ri rasmiylashtirilganini tekshirishdir. Ya'ni davlat tizimi pul kimga ketyapti, asos bormi, hujjatlar to'g'rimi, ma'lumotlar yangimi degan savollarga javob izlaydi. Oddiy misol keltiraman. 72 yoshli onaxon Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi, lekin 2 yildan beri Farg'onadagi qizining uyida yashaydi. Pensiya bank kartasiga tushadi. Karta qizda turadi. Qizi dorilarni olib beradi. Agar tizim onaxonning haqiqiy yashash holatini aniqlamoqchi bo'lsa, bu yerda darhol qonunbuzarlik bor degani emas. Lekin onaxon tirikmi? Pul undan rozilik bilan ishlatilyaptimi? Ishonchnoma kerakmi? Manzil ma'lumot to'g'rimi? Shu narsalar tekshirilishi mumkin. Yana bir misol. Tekazimning yoshli otaxon yura olmaydi. Pensiyasini nevarasi olib keladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki bank kartadan foydalanish tartibi tushunarsiz bo'lsa, tekshiruv paytida savol tug'iladi. Bu holatda nevarani jinoyatchi qilish shart emas, lekin hujjatlarni tartibga solish kerak. Chunki pensiya shaxsiy daromad hisoblanadi va uni kim olayotgani, qanday asosda olayotgani aniq bo'lishi kerak. Birinchi navbatda shuni bilib oling. Halol pensioner tekshiruvdan qo'rqmasligi kerak. Agar odam tirik bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, pensiya turi to'g'ri belgilangan bo'lsa, kartasi o'zida bo'lsa yoki ishonchli vakil orqali qonuniy tartibda olayotgan bo'lsa, katta muammo bo'lmaydi. Tekshiruv odamni bezovta qilish uchun emas, noto'g'ri to'lovlarni aniqlash, ortiqcha to'langan pullarni oldini olish va haqiqiy pensionerlarning huquqini himoya qilish uchun qilinadi. Lekin kimlar ehtiyot bo'lish kerak? Men birinchi navbatda pensiyasini boshqa odam olib berayotgan pensionerlarni aytaman. Masalan, ona qari yura olmaydi kartasi o'g'lida. O'g'il har oy kartadan pul yechadi. Agar ona bunga rozi bo'lsa, pul onaning ehtiyojiga ishlatilsa, muammo yo'q deb tuyuladi. Lekin hujjat tomonidan ishonchnoma bo'lmasa, kelajakda savol tug'ilishi mumkin. Ayniqsa oilada boshqa farzandlar bo'lsa va ular onamizning pensiyasi qayerga ketyapti deb shikoyat qilsa, ish jiddiylashadi. Ikkinchi guruh boshqa manzilda yashayotgan pensionerlar. Masalan, pasport bo'yicha Samarqandda ro'yxatda, amalda Toshkentda yashaydi. Pensiya olish huquqi yo'qolmaydi, lekin ma'lumotlar chalkash bo'lsa, idoralar pensionerni topishda qiynaladi. Tekshiruvchi keladi, manzilda pensioner yo'q. Qo'shnilar bu odam bu yerda yashamaydi deydi. Natijada tizimda shubha paydo bo'ladi. Keyin pensionerning o'zi ovora bo'lib, borib tushuntirish berish kerak bo'ladi. Uchinchi guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda tibbiy hujjatlar, nogironlik muddati, qayta ko'rikdan o'tish sanasi juda muhim. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi,
ba'zilar esa ma'lum muddatga beriladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, odamga 2 guruh nogironlik 1 yilga berilgan. Lekin u belgilangan sanada tibbiy komissiyaga bormagan. Shunda keyingi oyda to'lov bo'yicha savol chiqishi tabiiy. 4-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu holatda bolalarning yoshi o'qishi, nikoh holati, boshqa daromad manbalari kabi masalalar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bola 15 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjat taqdim etish talab qilinadi. Agar o'qishni tashlab ketgan bo'lsa, lekin to'lov davom etayotgan bo'lsa, bu ortiqcha to'lov sifatida ko'rilishi mumkin. 5-guruh uzoq muddat chet elda bo'lgan pensionerlar. Bu masala nozik. Har bir holat pensiya turi yashash maqomi. Xalqaro kelishuvlar va hujjatlarga bog'liq. Lekin umumiy qoida shuki, pensioner qayerda yashayotganini, tirikligini, shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlash bo'yicha talablar bo'lishi mumkin. Agar odam chet elda bo'lib, O'zbekistondagi kartaga pensiya tushayotgan bo'lsa, yaqinlari esa undan foydalanayotgan bo'lsa, albatta hujjatlarni tekshirtirib qo'yish kerak. Men endi kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerakligini aniq aytaman. Agar siz pensiya yoshiga yetib, qonuniy tarzda pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz, har oy bank kartangizga yoki pochta orqali o'zingiz olsangiz, pasportingiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, tekshiruv siz uchun odatiy jarayon bo'ladi. Sizdan faqat shaxsni tasdiqlash, ayrim hollarda qo'shimcha ma'lumot berish so'ralishi mumkin. Masalan, 67 yoshli aka har oy pensiyasini kartadan o'zi yechadi, mahallada yashaydi. Pasporti yangilangan, hech kim uning nomidan pul olmaydi. Bunday odam endi pensiyamni olib qo'yishar ekan deb xavotir qilmasin. Tekshiruvdan maqsad shunday odamlarni bezovta qilish emas. Yana bir misol. 75 yoshli onaxon yura olmaydi, lekin qizi notarial ishonchnoma asosida bankdan yoki kartadan pensiyani olib, onaning dorisi, oziq-ovqati, kommunal to'lovlariga ishlatadi. Hujjat bor, ona rozi, oilada nizo yo'q. Bu yerda ham masala to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, xavotir kamayadi. Ammo men doim shuni maslahat beraman, muammo yo'q deyishning o'zi yetarli emas, hujjat bilan isbot bo'lishi kerak. Chunki tekshiruv paytida og'zaki gap emas, pasport, ishonchnoma, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yashash manzili bo'yicha ma'lumot kabi hujjatlar ahamiyatli bo'ladi. Keling, bir nechta hayotiy vaziyatni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, pensionerning kartasi farzandidan. Onaxon 1.200.000 so'm pensiya oladi, karta o'g'lida. O'g'il har oy 700.000 so'mni oziq-ovqatga, 300.000 so'mni dori-darmonga, 200.000 so'mni kommunal to'lovga ishlatishini aytadi. Agar onaxon buni bilsa va rozi bo'lsa, oilaviy jihatdan muammo yo'q. Lekin huquqiy tomondan savol, o'g'il qanday asosda pul yechyapti? Agar ishonchnoma bo'lmasa, kelajakda boshqa farzandlar e'tiroz qilsa, bank operatsiyalari tekshirilsa yoki pensionerning o'zi shikoyat qilsa, o'g'il tushuntirish berishga majbur bo'ladi. Ikkinchi vaziyat, pensioner vafot etgan, lekin pensiya tushishda davom etgan. Masalan, otaxon avgust oyida vafot etdi, lekin hujjatlar vaqtida rasmiylashtirilmadi. Sentabr oyida kartaga yana 1.500.000 so'm tushdi va kimdir uni yechib oldi. Mana shu pul keyinchalik ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Bunday holatda bilmagan edik deyish ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Chunki vafot holati tegishli tartibda rasmiylashtirilishi pensiya organiga xabar berilishi kerak. Uchinchi vaziyat, nogironlik muddati tugagan. Fuqaroga 3 guruh nogironlik bo'yicha nafaqa berilgan. Muddati 1 sentyabrgacha. U qayta tibbiy ko'rikka bormagan. 20 sentyabrdan keyin tekshiruvda bu aniqlansa, to'lov to'xtatilishi yoki qayta ko'rikdan o'tmaguncha masala ochiq qolishi mumkin. Agar odam haqiqatan ham sog'lig'i sababli bora olmagan bo'lsa, shifokor, poliklinika, tibbiy komissiya orqali tartibni tiklash kerak. Buni keyinga qoldirish zarar keltiradi. 4-vaziyat. Talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olyapti. Bola 12 yoshdan oshgan, lekin universitetda kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum shartlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin u sirtqi ta'limga o'tgan yoki o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, hujjatlar o'zgargan bo'ladi. Agar o'qish joyidan yangi ma'lumotnoma topshirilmasa, tizimda nomuvofiqlik paydo bo'ladi. Bu esa keyinchalik ortiqcha olingan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. 5-vaziyat, pensioner chet elda. Masalan, otaxon Rossiyaga farzandlari yo'niga ketgan.
va taksi oydan beri u yerda. O'zbekistondagi kartaga pensiya tushyapti. Karta kelinida. Agar otaxon tirik bo'lsa, pensiyadan foydalanishga rozi bo'lsa ham tekshiruvda uning holatini tasdiqlash so'ralishi mumkin. Ayrim hollarda konsullik hujjatlari, tiriklikni tasdiqlovchi ma'lumot, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Shuning uchun karta ishlayapti, demak hammasi joyida deb o'ylash xato. Bu mavzuda eng ko'p xato qilinadigan joy istisnolarini bilmaslikdir. Masalan, hamma pensioner shaxsan bo'lishi shart deb o'ylaydi. Aslida sog'lig'i yomon, yura olmaydigan. Yotoqda yotgan pensionerlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda mahalla tibbiyot muassasasi pensiya organi yoki bank bilan bog'lanib, pensionerning holatini tushuntirish kerak. Ba'zan mas'ul xodim uyga kelishi, hujjat joyida rasmiylashtirilishi yoki vakil orqali murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Yana bir istisno. Hamma ishonchnoma bir xil emas. Oddiy og'zaki rozilik bilan notarial ishonchnoma boshqa narsa. Onam aytgan, men olib yuribman degan gap oilada ishlashi mumkin, lekin rasmiy tekshiruvda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishonchnomada aynan nima vakolat berilgani yozilgan bo'lishi kerak. Bankdan pul olishmi, kartadan foydalanishmi, hujjat topshirishmi, pensiya organiga murojaat qilishmi? Muddati ham muhim. Muddati tugagan ishonchnoma amalda kuchga ega bo'lmaydi. Yana bir nozik jihat, pensionerning pasporti yoki ID kartasi muddati. Agar hujjat eskirgan, almashtirilmagan yoki ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, tekshiruv vaqtida tizim pensionerni to'liq tasdiqlay olmasligi mumkin. Masalan, familiyada bitta harf farqi bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, eski pasportdagi ma'lumot yangi tizimga to'g'ri ko'rmagan bo'lsa, pensioner ortiqcha ovora bo'ladi. Shuning uchun hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, shashir, yashash manzili bir-biriga mos bo'lishi kerak. Yana bir pitfall, telefon qo'ng'iroqlari va firibgarlar. Tekshiruv boshlanadi degan xabar tarqalganda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodni yuboring, jarima chiqibdi, hozir to'lang. Men pensiya bo'limidanman deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni aytmang. Rasmiy idora hech qachon sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Yana bir noaniq masala, pensiyani vaqtincha to'xtatish bilan butunlay bekor qilish bir xil emas. Ba'zan hujjat yetishmasa, tekshiruv uchun to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bu pensioner huquqidan butunlay mahrum bo'ldi degani emas. Agar hujjatlar to'g'rilansa, asos tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin buning uchun pensioner yoki uning vakili faol harakat qilishi kerak. O'zi hal bo'lib ketadi deb kutish eng katta xatolardan biri. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men har bir pensioner oilasiga quyidagi tartibda ish ko'rishni maslahat beraman. Birinchi qadam, pensionerning asosiy hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta joyidami? Muddati o'tmaganmi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Shir bormi? Yashash manzili amaldagi holatga mosmi? Agar pensioner boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa bu vaziyatni hujjat bilan tushuntirishga tayyor bo'ling. Masalan, farzandining uyida yashayotgan bo'lsa, mahalla yoki tegishli idoralardan maslahat oling. Ikkinchi qadam, pensiya qanday olinayotganini aniqlang. Pensionni o'zi olyaptimi? Bank kartasi o'zidami? Karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, nima sababdan? Agar pensioner yura olmaydigan bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirish kerakmi? Bank bilan alohida tartib bormi? Shuni aniqlang. Bu masalada eng to'g'ri yo'l bank filialiga yoki pensiya organiga borib, bizda shunday vaziyat. Qanday qonuniy rasmiylashtiramiz deb so'rash. Uchinchi qadam, ishonchnoma bo'lsa, uning muddatini ko'ring. Muddat tugagan bo'lsa, yangilang. Ishonchnomada vakolatlar aniq yozilganiga e'tibor bering. Faqat hujjat topshirish yozilgan bo'lsa, u pul olishga yetmasligi mumkin. Faqat bankdan pul olish yozilgan bo'lsa, pensiya organida ariza berishga yetmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga vaziyatni to'liq ayting. Pensionerning pensiyasini olish, hujjatlarini topshirish, zarur ariza va tushuntirishlarni berish uchun vakolat kerakligini tushuntiring. To'rtinchi qadam, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiya kabi holatlarda asos hujjatlarni alohida papkaga yig'ing. Tibbiy xulosa, nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumot, qayta ko'rik sanasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vafot etgan boquvchi haqidagi hujjatlar.
tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning nusxasini ham tayyorlab qo'ying. 5-qadam, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, pensiya kartasidan foydalanmang. Bu juda muhim. Vafotdan keyin tushgan pulga tegmaslik kerak. Tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib, pensiya organiga xabar bering. Agar ortiqcha pul tushgan bo'lsa, uni qaytarish tartibini so'rang. Bu yo'l boshida noqulay ko'rinishi mumkin, lekin keyinchalik katta muammoning oldini oladi. 6-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar kimdir pensiyangiz tekshiruvdan o'tishi uchun karta raqamini ayting desa, bu juda katta xavf belgisi. Rasmiy masalalar uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, bankka, mahallaga yoki davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qiling. Telefon orqali faqat umumiy ma'lumot so'rashingiz mumkin, lekin maxfiy kodlarni hech qachon bermang. 7-qadam. Oilada pensionerning puli bo'yicha ochiq hisob yuriting. Men buni ayniqsa farzandlarga aytaman. Agar siz onangiz yoki otangizning pensiyasini olib, ularning ehtiyojiga ishlatayotgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa daftar yuriting. Qancha tushdi, qancha dori olindi, qancha oziq-ovqatga ketdi, qancha kommunal to'lovga ketdi. Cheklar bo'lsa saqlang. Bu ishonchni ham oshiradi. Kelajakda nizolar bo'lsa, sizni ham himoya qiladi. 8-qadam. Pensionerning o'zidan rozilikni aniq oling. Agar u xushyor, muomalaga layoqatli bo'lsa, uning pensiyasi bo'yicha qarorni o'zi qabul qiladi. Farzandlar biz bilamiz deb uning nomidan hamma narsani hal qilishi to'g'ri emas. Pensionerning puli avvalo pensionerning o'ziga tegishli. Bu oddiy axloqiy masala emas, huquqiy masala hamdir. Agar tekshiruv bo'yicha savol tug'ilsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizga pensiya turi, hujjatlar, to'lov holati to'xtatilgan bo'lsa, sababi bo'yicha ma'lumot berishlari kerak. Agar masala bank kartasi bilan bog'liq bo'lsa, bank filialiga boring. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Agar pensioner yura olmasa, mahalla yoki tibbiyot muassasasi orqali uning holatini tasdiqlash masalasini ko'taring. Ariza yozayotganda aniq yozing. Masalan, men falonchi pensiya to'lovim bo'yicha tekshiruv sababli ma'lumot berishingizni so'rayman. Pensiya to'xtatilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va uni tiklash uchun qanday hujjatlar kerakligini ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, pasport ma'lumotlarini to'g'ri ko'rsating. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring, qabul qilingan sanani belgilatib oling. Agar siz vakil sifatida borayotgan bo'lsangiz, yoningizda o'zingizning pasportingiz. Pensionerning pasport nusxasi, ishonchnoma, zarur bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma bo'lsin. Ko'p odamlar idoraga borib, keyin falon hujjat yetishma deb qaytib keladi. Vaqtingiz ketmasligi uchun oldindan ro'yxat tuzing. Men yana bir narsani ta'kidlayman. Tekshiruv paytida xodim bilan tortishish, baqirish, menga tegmanglar deyish foyda bermaydi. Sizning eng kuchli qurolingiz hujjat va yozma murojaat. Agar sizdan nimadir talab qilinsa, iltimos, qaysi hujjat kerakligini yozib bering deb so'rang. Og'zaki gap unutiladi. Yozma javob esa keyingi harakat uchun asos bo'ladi. Ba'zan pensionerning puli oiladagi kelishmovchilik markaziga aylanadi. Bir farzand pensioner bilan yashaydi, pensiyani u ishlatadi. Boshqa farzandlar esa bizga hisob bermayapti deydi. Tekshiruv boshlanganda bunday nizolar yuzaga chiqishi mumkin. Men bunday o'ylarga maslahatim. Pensionerning ehtiyojini birinchi o'ringa qo'ying. Pensiya farzandlar o'rtasida bo'linadigan meros emas. U tirik odamning kundalik yashashi, davolanishi, ovqatlanishi, kiyim-kechagi va parvarishi uchun beriladi. Yana bir masala qarz va kreditlar. Ba'zi pensionerlar bank kartasiga pensiya tushishi bilan kredit yechib olinayotganini ko'rishadi. Agar kredit pensionerning o'zi nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, shartnomani tekshirish kerak. Agar kimdir pension nomidan kredit olib, pulni ishlatgan bo'lsa, bu juda jiddiy holat. Tekshiruv davrida shaxsiy ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish holatlari ham ochilishi mumkin. Shuning uchun pensionerlarning pasportini, telefon raqamini, bank kartasini har kimga berib qo'ymang. Agar pensiya to'xtab qolsa, birinchi kuniyoq sababini aniqlang. Keyingi oy tushar deb kutmang. Bankdan hisob holatini oling. Pensiya bo'limidan to'lov yuborilgan, yuborilmaganini so'rang. Ba'zan muammo bank kartasida bo'ladi, ba'zan pensiya organida, ba'zan hujjatdagi nomuvofiqlikda. Sabab aniqlanmaguncha to'g'ri yechim topib bo'lmaydi. Demak,
20 sentyabrdan pensionerlar tekshiriladi degan xabarni eshitgan har bir oila hujjatlarini tartibga solib qo'yishi kerak. Halol. Hujjatlari joyida bo'lgan pensionerlar vahima qilmasin. Lekin pensiyani boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pensioner boshqa manzilda yashasa, nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlik hujjatlarida muddat bo'lsa, chet elda yurgan bo'lsa yoki vafotdan keyin kartaga pul tushgan bo'lsa, bu masalalarni darhol tekshirish kerak. Men sizga eng oddiy tavsiyani beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerning pasporti, pensiya hujjati, bank kartasi, ishonchnomasi, tibbiy yoki o'qish hujjatlarini bir joyga yig'ing. Nima yetishmayotganini aniqlang. Zarur bo'lsa, pensiya bo'limiga, bankka, notariusga yoki mahallaga murojaat qiling. Hamma narsani qonuniy rasmiylashtirsangiz, keyingi muammolarning oldini olasiz. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta yaqinlaringizga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizning oilangizda pensioner bormi? Pensiya olishda qanday muammoga duch kelgansiz? Like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Men esa sizlar uchun pensiya, nafaqa, hujjat, bank va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.